olamda hech kishi yo'qdirkim har nav murodi bo'lmagay va o'zin balodin emin tilamagay. Ammo har kishining murodi ko'proq bo'lsa, Haq taolo amriga itoati ko'proq bo'ladi deyishadi. Kamol va ehtirom ila siz aziz do'stlarimni mening sahifamga tashrif buyurganingizdan, ijodim va gunogun suratlarimga nazar solganingizdan benihoyat minnatdorman. Hurmatlaringiz ulug'lar duosiga sazovor etsin va ul duo barokati bilan umrlaringiz barxudo bo'lsin. Kaminaga ham bir duo bilan bahra yetkazgaysizlar va shu duo futuhi bilan sevintirgaysizlar. Siz azizlarimga rushd hidoyat tilab, Jahongir Erkinoğlu.